Assalomu alaykum, Odil fermer obunachilari, Instagram, YouTube tomoshabinlari. O'tgan safar videolarimizni katta deyilari tarz etgan o'g'il videoga katta partiyalarni ololmadim, tarz bergandim, ololmagandim. Bugun shu katta partiyalarga beryapti, bir narsa qilib xudo xolasa videoga olaman. Olmagan sababi yashab turgan joylarda o'zi soyda o'rnida bu uylari katta suv oqayotgandi, ko'p edi suv. Hozir ham suv bor, yozsin qilib olib sizlarga ko'rsataman. Mana o'rdaklarimiz yayrashyapti. 3-4 kundan beri suv katta edi, tagigacha suv chiqib ketgan mana katta tagigacha. Mana yurgani qo'yishmayapti, oyoqdagi kelishmayapti. Hozir ularga mana bu tarvuzimizni maydalab beramiz. Mana tarvuzimizni maydalab oldik. Endi bularga beramiz. Baboy deyishini ko'ryapsizlarmi? To'rtta joyga to'rga bo'lib berdim. Qanaqa qilib yeyishyapti talash tarvuzni. Yashash sharoitlari ham yomon emas. Suv bo'lib turibdi, gilarni esa suv kelib turibdi o'zi. Po'chag'i ham qolmaydi hozir. 3 minutdan keyin. Mana o'sha ular po'chag'ini yarmini ham yeb qo'ydi mana. Ko'rdinglarmi? Undan kesilgan tomoni yeb bo'ldi o'sha. Po'chag'ini ham yeyishvardi. Qoyil. Ularni yeyishini ko'rib, yana bergin keladi odam. Yana olib kelib beraman hozir ularga endi. Videomiz cho'zilib ketmasin. Shatda to'xtatamiz videomizni. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Подписка bosib qo'yinglar. Instagramda ham, YouTube'da ham.